3 günden beri tur dünyasida bu Türk balının gepine ait kengre tarqaldı. Bizim Uyghur cemiyetimizde bu balının videolarını WhatsApp toplarında kengre tarqatdı. Qarpaqadigan bolsak bu bala ayet okudu, hadisni delil keltirdi ve bu orqali tevhidni tushundirgan bo'ldi. Ve şu ayetlerini delil qilib turib, nait zil inchga bo'lgan bir hukmni berdi. Bu bo'lsa-mu, qanday bir odam bir saylam qatnashib, bilet tashlagan bo'lsa, u kafir, mushrik degan nait cho'ng bir hukmni berdi. Amaliyotda bu balının degan gap to'g'rimi? Har qanday bir xato fikr, gaplarning hammasining xato bo'lishi bilan turib jamiyatda baza topolmaydi. Uning ichida nurg'ulg'an to'g'ri gaplar bo'ladi, oyatlar bo'ladi, hadislar bo'ladi. Shuning orasiga eng muhim nuqtaga bir ikki og'iz xato gapni qo'shib o'tadi. Shuning bilan u xato fikr tuttirib turadi. Bu balning gapi qaraydigan bo'lsak-mu, gaplarning ko'p qismi to'g'ri, o'qigan oyat, hadis, lekin shu oyat, hadisning delil qilib turib chiqargan hukmi xato. Ya'ni shu oyatni tatbiqlashi xato. Chunki bu bola oyatni o'zining fikri bilan bevosita tushungan. Ya'ni kelib bu bola Qur'onning oyatlarini bir butun shaklda tushunmagan. Faqat o'zi ilgari surmoqchi bo'lgan u iddiyaga xizmat qiladigan oyatlarni o'qidi, undan boshqa oyatni o'qimadi. Masalan, bu bola "Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun." Qanday bir odam Allohning oyati bilan hukm qilmasa, u kafir degan bu oyatni o'qidi. Bunun qarshi yana bir oyat bor. "Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul fasiqun." Qanday bir odam Allohning oyatlariga hukm qilmaydi ekan, u fasiq. Yana bir oyat bor. "Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humuz zalimun." Qanday bir odam Allohning oyatlariga hukm qilmaydi ekan, u zolim dedi. O'xshash bir hukm, ammo natija o'xshamaydi. Zolim, fasiq, kafir. Unda bo'lsa, Allohning oyatlarini hukm qilmagan qanday odam kafir bo'ladi, qanday odam fasiq bo'ladi, qanday odam zolim bo'ladi? Bu yerda bir tafsiliy hukm bor. Ammo bu bola "Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun" degan oyat o'qiblar. Hozirgi hukumat Allohning oyatlariga hukm qilmaydi. Shu ularga ovoz berganlik u hukmni, ya'ni Allohning oyatlariga hukm qilmaydigan bu qonunni qo'llaganlar, bu kufrlik, bu shirklik, shu ovoz berganlar kafir, mushrik. Oy kullanmak şirktir abi. Oy kullanan bir insan kafir olur bize göre. Bizim inancımıza göre müşrik olur. Ameliyat ayet en doğru şekilde kim düşünüdü? Allah'ın Resulü. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam doğru şekilde düşünüdü. Ve şundaklar Resulullah'ın tuncu oğuçları bulan sahabeler doğru düşünüdü. Sahabeların içindeki en Kur'an'ı yaxşı düşünüdüğün sahabe olsa Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas bu ayet hakkında ne degen? Kufrun dune kufrun. Yani qanda bir adam Allah'ın ayetinin başqa söylen, yani yerli kanunlarla hüküm qilishda, bu yerli kanun Allah'ın hükmünü tehi yaxşırak, tehi to'g'riroq, tehi adaletlikroq deb qarab hukm qilsa, o adam kafir bo'ladi. Ammo undaq niyatda emas. Ya'ni eng to'g'risining Allohning hukmi ekanligini biladi. Ammo o'zining manfaatiga to'g'ri kelib qolgani bu yerlik qonun. Faqat manfaati uchun Allohning hukmining boshqadan hukm qilgan bo'lsa, bu fasiq bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Masalan, bu vaqtdagi Ibn Abbas rahimahullohning fatvosi qarab baqadigan bo'lsak, Ibn Abbas rahimahulloh deydi. Ya'ni bu oyatni Ibn Abbas rahimahulloh kufrun dune kufrun deb tushundirgan. Bu deganligi, qanday bir odam Allohning hukmi bilan hukm qilish vojib deb turib, boshqa bir sabablar bilan Allohning hukmi bilan hukm qilmay hukm qilgan bo'lsa, ya'ni boshqa bir manfaat olsun yoki havoy havasiga agish bo'lsin, shunday hukm qilgan bo'lsa, uning kufrligi duna kufrun, ya'ni annahu muxti, u xatolashquchi va Allohga osiylik qilgan bo'ladi deydi. Islom millatidan chiqib ketmaydi deydi. Undan qanday kafir bo'ladi? Va amma man hakama bi g'ayri ma anzalalloh ya'taqidu jawaz zalik. Qanday bir odam Allohning hukmidan boshqa bir qonun bilan hukm qilishni to'g'ri va annahu afdalu min hukmillah, bu Allohning hukmidan tehi yaxshiroq degan munda i'tiqodda hukm qilgan bo'lsa, fa hada kafirun kufran akbar. Bu eng cho'ng kufr bo'ladi, ya'ni islom millatidan chiqib ketadigan kafir bo'ladi deydi. Ya'ni bir odam Allohning hukmi bilan hukm qilish vojib deb turib, ammo manfaat tufayli, avoyavaz tufayli yoki par tufayli hukm qilmagan bo'lsa, ammo Allohning hukmi hozirgi zamonga mos kelmaydi. Shu yerli qonun bilan hukm qilishimiz kerak deb inson yozgan qonun bilan hukm qilgan bo'lsa, bu vaqtda kafir bo'ladi. Shunga "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun." Qanday bir odam Allohning hukmining boshqasi bilan hukm qildigan, u kafir degan ma oyat mutlaq hukm qilinmaydi. Tafsiliy hukm qilinadi. Ya'ni u hukm qilgan odam nimaga asosan shunda hukm qildi? Ashundoq hukm qilishga majburmi va yoki hozir qilolmamdi? Bunga tafsiliy qaraymiz. Hatto bir odam Allohning hukmi bilan hukm qilishga qodir emas, ya'ni qilolmaydi, imkoniyati yo'q. Bunda holatda Allohning hukmi bilan hukm qilsam bo'ladi, lekin qodir bo'lolmadim deb turib, shunda holat tug'an bo'lsa, bu kafir emas, ham fosiqmi bo'lmaydi. Masalan, Najashi, Ifofiyaning podshohi. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davrida musulmon bo'lgan oxirgi hayotida, lekin u podshohligida Allohning hukmi bilan hukm qilganmi musulmon bo'lgandan keyin? Yo'q, lekin vafot topgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam qarindishlarning namozini o'qiymiz deb, qarindishimiz deb turib, uning namozini tushirgan. Chunki u vaqtda Najashi o'zi podshoh bo'lsin, o'zi yolg'iz musulmon bo'lgan. Bunda holatda Allohning oyatlarini hukm qilolmaydi, imkoniyati yo'q. Najashini Allohning hukmi bilan hukm qilmadi, kafir deb bu gapni hech kim demaydi. Hammasi musulmon deydi. Shunga hokimiyat beshidagi musulmonlar ular qilg'isi va qilolmay vatando, ya'ni qilaman desa, quldan u hukm chiqib ketib, kafirlar, zolimlar u hukmni beshiga keldigan bunda holatdimi? Bunga tafsiriy qarab hukm beriladi. Shunga bu balning bu oyat
oyatni o'qib, mutlaq hukm berishi to'g'ri emas. İkinci birisi bu bala qanday bir odam saylam qatnashib bilet tashlasa, ovoz bersa, u kafir, mushrik dedi. Mana bu eng xatarlik tarafi. Hozir Turkiya jamiyatida saylam yiqilishib kelyapti. Bundaq bir vaqtda saylam qatnashib ovoz berish shirik, odamni kufr qilib o'tadi deb bundaq bir gapning o'tirg'i chiqishi hargiz mutasaddibilik emas deb o'ylayman. Chunki bundaq paytda musulmonlarni saylam sanduqidan yiroqlashtirsa, musulmon emas kishilar saylam sanduqini qashib kelib ovozni beradi va o'zi yaxshi ko'radigan zolimdan yoki ig'ir fosiqdan va yoki kofirni birini o'zining beshiga saylaydi. Islomiy hukm nuqtani aytgan vaqtimizda bu balning keltirgan dalili va hukmi nihoyat ig'ir xatolikqa ega. Chunki saylamga ovoz berganlar, bo'lib musulmonlar ichidan saylamga ovoz berganlar hargizmi navbatdagi qonunni, ya'ni haroqni halol qiladigan, yomon ishlarni halol qiladigan bu qonunni to'g'ri deb bermaydi. Balki ma'lumki bizning musulmonlarga, Uyg'urlarga foydasi va boshqasi qolganda yaxshi degan ma'niyatda ovoz beradi. Hargizmi uning tutgan qonunni mutlaq to'g'ri va Allohning qonuni yaxshi degan ma'niyatda bermaydi. Faqat foyda ziyon nuqtasini o'lchab turib, undan kim beradi? Bunda holatda qanday kafir bo'ladi? Aksiya bunda holatda musulmonlarning saylam qilishib ovoz berishi vojib bo'ladi. Bu mening gapim emas. Bu vaqtdagi ulamolarning gapi. Turkiyadagi musulmonlar yashaydigan yerda emas, butun Allohning qonunidan boshqa hukmlar bilan hukm qilgan bir davlatdimi? Agar A partiya qaraganda B partiyaning musulmonlar ifodasi yaxshi bo'lsa, ya'ni ular taxtga chiqqandan keyin musulmonlarga yaxshilik qiladigan, kengchilik qiladigan bunda ishlar bo'lsa, olimlar deydi-ki, A partiyaga emas, B partiyaga musulmonlarning bilet tashlashi vojib deydi. Men bu haqda bir olimning so'zini naql keltirishdan so'zimni oxirlashtiray. Sheyx Muhammad ibn Usaymin rahimahullah saylam haqida so'ralgan ana ara annal intikhabat vajiba. Men saylamni vacib deb qarayma, yajibu an na'ina. Uningda yaxshilik bor deb qaraganni qo'llash, uningga ovoz berish vojib deydi. Ya'ni Yevropada yashayotgan qarindoshlar, agar A partiya qaraganda B partiya Uyg'urlar masalasiga texnik ko'ngil bo'lsa, musulmonlarga texnik kengchilik qiladigan bo'lib qolsa, A partiyaga emas, B partiyaga ovoz berishi vojib bo'ladi deydi. Chunki agar yaxshi kishilar ovoz bermasa, ya'ni keyniga chekinib olsa, ularning o'rni kim egallaydi? Albatta ularning o'rni nachar kishilar egallaydi. Shunga yaxshi deb qaraganlarimizga ovoz berish, ularni tanlashimiz kerak deydi. Bütün ulamolarning fatvosiga qarab baxsanglarmi? Allohning hukmi bilan hukm qilmagan bo'lsa-mu, foyda ziyon nuqtasidan qarab turib, musulmonlarga foydasi yetadi deb qaragan bundaq partiyalarga ovoz berish kerak deb bu fatvoni bergan. Demak, bu yerdagi ovoz berish ularning olib borgan hukmlari, siyosatlarning hammasini qo'llaganlik emas, faqat foyda ziyon nuqtasidan ma'nin qaraganda ma'vi yaxshiroq deb foydani tatish, yomonni ittirish qoidasiga asosan chiqarilgan hukmlar. Shunga bu balning gaplariga qarab hayajonlanib ketmaylik. Aqlimizni ishlataylik. Bu balning gapi bo'yicha musulmonlar saylam qatnashmasa, ovoz bermasa, kim ovoz beradi? Musulmon emas, fosiq, yomon ishni yaxshi ko'radigan kishilar ovoz beradi. Ular kimni saylaydi? O'zining yomonlik yo'llarini echib beradigan birisini saylaydi. Bu vaqtda bo'g'liq kimga bo'ladi? Musulmonlarga bo'ladi. Bu vaqtda bu balni topolmaysizlar. Shuning uchun musulmonlar o'yg'oq bo'linglar, hushyor bo'linglar, zirak bo'linglar. Dushman bizga eng ojiz nuqtamizdan keladi. Ya'ni tavhidni bahona qilib turib, nihoyat muhim bo'lgan xalqlik masalalarda bizni xatolashtirib o'tadi. Najmiddin Erbakan degandek, siyosat ko'ngil bilmaydigan musulmonlarni musulmonlarga ko'ngil bilmaydigan kishilar boshqaradi degandek ish bo'ladi.